Antibiotikka rezistentlik nima? Ya'ni siz avval qilgan antibiotik chindan ham keyingi safar qilganda ta'sir bo'lmasligi mumkinmi? Hozir shu haqida gaplashamiz. Birinchi mexanizm reduced permeability, ya'ni o'tkazuvchanlikning kamayishi. Antibiotik bakteriya ichiga kirishi kerak, aks holda ishlamaydi. Gram manfiy bakteriyalarda porin kanallari mavjud bo'ladi. Bakteriya porin kanallarini yo'qotadi, yopadi yoki ularning tuzilishini o'zgartiradi. Natijada antibiotik bakteriya ichiga kira olmaydi. Misol uchun Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter kabi bakteriyalar shunday xususiyatga ega. Bunday bakteriyalar uchun ko'proq beta-laktanlar, karbapenemlar yoki aminoglikosidlar ta'sir qiladi. Ikkinchi mexanizm efflux pumps. Efflux nasoslari antibiotikni hujayradan tashqariga chiqarib yuboradi. Antibiotik hujayra ichiga kiradi, lekin maxsus nasos oqsillari uni qayta tashqariga chiqarib yuboradi. Hujayrada ichida antibiotik konsentratsiyasi yetarli bo'lmay qoladi, ya'ni miqdori kamayadi. Antibiotik bor, lekin ularda ta'sir bo'lmaydi. Bitta efflux nasosi bir nechta antibiotikni tashqariga chiqarib yuborishi mumkin. Multi-drug resistance deyiladi bu holatga. Misol uchun tetratsiklin, makrolit yoki ftorxinolonlarda shunday holat kuzatilishi mumkin. Uchinchi mexanizm target modification. Nishon o'zgarishi, antibiotik ta'sir qiladigan joyini o'zgartirish. Misol uchun antibiotiklar odatda ribosomaga, hujayra devoriga, DNK giraza yoki RNK polimerazaga bog'lanadi. Bakteriya shu oqsil hujayrasini nishonning oqsilini mutatsiyaga uchratadi yoki yangi oqsil sintez qiladi. Natijada antibiotik bog'lana olmaydi, ta'sir yuzaga kelmaydi. To'rtinchi mexanizm fermentlar orqali parchalanish, antibiotikni buzib tashlash mexanizmi. Bakteriya maxsus ferment ishlab chiqaradi. Bu ferment antibiotikni kimyoviy jihatdan parchalaydi. Antibiotik natijada faol bo'lmay qoladi, ta'siri yuzaga chiqmaydi. Eng mashhur fermentlari bakteriya tomonidan ajratiluvchi beta-laktamaza, SBL, karbapenemaza. Ta'sir qiladigan antibiotiklar penisillinlar, sefalosporinlar, karbapenemlar. Shu sababli ham antibiotiklar ba'zida klavulonat kislotasi yoki tazobaktam kabi beta-laktamaza ingibitorlari bilan qo'shib ishlab chiqariladi. Bundan tashqari bypass mexanizmi, biofilm hosil qilish yoki gorizontal gen o'tkazilishi kabi mexanizmlari ham bor. Biz hozir sizlar bilan eng asosiy katta 4 mexanizm haqida gaplashdik. Kanalga a'zo bo'ling, like bosing va yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying.